Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kech. Bugun 22-oktyabr. Mana ikkinchi mashinamiz. Bu o'zimdan yaqin krasavchik ukam bor. O'shani mashinasi ranglari ham padzakas kelgan. Mana ukam tayyor bo'ldi, paroglarni qo'ydirib yubordi. O'zini parogini olib berib yuboring dedi. Yo'q ukam, sovordim mana. Qalin parogdan bu Zatullo akamga qo'ydik, ani idishini ketgan edi. Bunda Alpine akustiki, mana parog ichida ukam, tomlar yechiladi. Bu gibrid bo'ladi, plug gibrid. Imini Wills'i, xudo xolis harakat qilma, O'zbekistonga bir-biriga o'xshamagan Wills gibridlarni beramiz inshaalloh. Mana bo'ldi ukam, tayyor bo'ldi mana. Mashina masli mana ukam bitta kaltis ketdi, evakuator oladi chunki men o'zim shoshib turibman. Mana nima chiqsa biz har doim dilerskiydan qog'ozi, sotib olingan qog'ozi, invoisi, kitoblari, hamma narsasi mana hamma zaradniy ustroystvo. Hop, buni men ukam tushuntirib yuboraman. Mana F-Sport kadeni Toshkentdan chiqib ketadi. Qirg'izistonniki o'zim yaqinimiki mana bu ham bo'ldi mana. Mana bu zaradniy ustroystosi, yana nimadirlari, kovriklari ekan. Bu yana qanaqadir kovriklari, yana hamma narsasi shu yerda. Xullas achotini berib qo'yaman. Alloh xayrli barakotli qilsin. Mana yana bitta mashinamiz tayyor bo'ldi. Ukam tayyor. Keyin borgandek O'zbekistonga yetsangiz, men bitta narsani tushuntiraman, adapterni, chunki bizda BYD 7 voltda ishlasa, bu 7 voltda ishlamaydi, 5 ta ishlaydi. O'sha 110 voltda ishlash kerak. Kanada, Amerikanki mashinalarda plug gibridlari tokka bizaniki tushirib bo'lmaydi. Olmaydi tok. Shuning uchun bitta adapter qo'yamiz, bitta adapter bilan bo'ldi. Shu bilan tok olaveradi uyda ham. Xudo xolis mana tayyor bo'ldi. Alloh xayrli barakotli qilsin ukam. Endi borganda yana bitta chiroyli video qilib berasiz. Inshaalloh mana o'z narsalaringizni kargoga ortib o'raman. Evakuator kelib o'zi olib ketaveradi ortib, chunki har doimgidek plastik o'rtoqni vaqtim yo'q. Ketishim kerak edi, shuning uchun tezlik bilan mashina qo'yapman. Bo'ldi ukam, paroglarni qo'yib qo'ydim. Inshaalloh o'zini zavod parogi mana ichida turibdi korobkada. Bismillah mana. Buni ham orqa differensiallar blok bo'ladi, 4x4. Xo'p, endi mana korobkangizda ukam mana qilasiz. Qolgan narsalar mana ketdi, kargodan boradi ukam. Kalti, zapaskiz. Alhamdulillah, Alloh xayrli barakotli qilsin. Kimki niyat qilgan bo'lsa, Alloh g'oyibdan yetqizsin. Shunaqa gaplar har doimgidek o'rtoqlar. Joninglar sog' bo'lsin. O'zkasar jamoasi hamisha aloqada. Jeep Wheels mokri, o'zi xohlagan rangida, o'zim ukam eksklyuziv rangida bo'ldi. Wheelsdan nasib qilsa ketmi-ketmi bilan chiqarib olman, bir-biriga o'xshamagan komplektatsiyada chiqaramanki, ana ko'rganda ajralib turadi inshaalloh. Ukam tayyor.